Assalamu alaykum muhtaram ko'rurman do'stlar. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosining atli xabarlar programmasi. Men Gulchehra. Navbatda o'tgan hafta bir hafta jarayonida Uyg'ur diyori, shundaqla Uyg'urlar hayotiga doir radiomizda anlatilgan bir qism muhim xabarlarning qisqacha mazmunlarini tanishtirib o'taman. Xitoy hökuməti Uyğur diyarında saqçı dövlətinin kontrolluq sistemasını turğuzub 1 milyondan artıq Uyğurni yığıvilish lagerlarına qamğandan keyin xalqaradakı yaş bir avlod Uyğurshunoslar arqa-arqadan inkas qaytırdı. 6 ayının 4 günü Mərkəzi Washingtondakı Amerika-Xitoy münasibətlləri mərkəziga qarashliq Xitoy arxivi haftaligi məxsus söhbət uyushtirib 6 nəfər mutaxassisning Uyğur diyarı haqidagi fikir qarashlarini olgan. Mazkur suhbatda Ryan Tom, Rachel Harris, James Leibold, Sean Roberts, Kevin Carrico ve Jessica Batki qatarlıq Uyğur tədqiqatı bilan şug'ullanadigan xalqarada tonilgan 6 nəfər mutaxassis Xitoyning Uyğurlarga qartavatgan etnik tozalash siyosatini qattiq ayıplagan ve dunyoning buningga sukut qilmasligini talab qilgan. Oldingi kunlarda ijtimoiy taratqularda Nilqi noyisdagi dinniy zot Abdurshid Hojining yig'ilish lagerda jon uzganligi haqida uchurlar tarqalgan edi. Radiomiz bu vaqtdagi aniqlashi davomida 6 ayning 5 kuni saharda saqchi doiralarining Abdurshid Salay Hojining jasadini yig'ilish lagerdan elib chiqib, G'ulji shahrining Xanbin yezisidagi oilasiga qaytarganligi dalillandi. Egallanishicha, bu yil 65 yoshga kirgan Abdurshid Salay Hoji ayni vaqtda 5 fevral G'ulji vaqasiga chetilib 5 yil turmada yotgan bo'lib, u Turkiyada yashab olamdan o'tgan tonilgan jamoat arbobi marhum Salay Hojimning 5-o'g'li ekan. Germaniyada yashayotgan Osman Tursun yaqinda radiomiz ziyoratini qabul qilib, Xitoy istixborot xodimlarining uni Xitoy uchun jasuslik qilishga qistiganligini oshkorladi. Osman Tursunning aytishicha, Xitoy doiralari uning tarbiyalash lageriga qamalgan o'g'lini Dubayga avatib, uni Xitoy uchun jasuslik qilishga nasihat qilishga avatgan ekan. Osman Tursun yana Xitoy istixborot xodimlarining o'ziga telefon qilib, Dolqun Aysa qatarliq Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlari haqida uchur bilan ta'minlashni talab qilganligini oshkorladi. Radiomizga kelgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, 6 oydan buyon Bugur noyisdagi tarbiyalash markaziga qamalgan 24 yoshlik Nuri Mangul buningdan bir hafta ilgari lagerda jon uzgan. Nuri Mangulning chet elda tuqqanlarining bildirishicha, Nuri Mangul o'qish bitirgandan keyin Xotan shaharlik uzun yo'lliq qatnash idorasida ishlagan ekan. Doirlar uni 2017-yili 12 oyning o'tirlarida bexatarlik tekshirish punktidan bir qancha gumonliq odamni yaxshi tekshirmay o'tkazib o'tgan degan bahona bilan tutqun qilgan va nopos turishliq Bugur noyisiga elib ketgan ekan. Markaziy Istanbuldagi Uyg'ur akademiyasi bu yil Turkiyada o'qiyotgan 40 nafar Uyg'ur o'quvchiga tavfiq o'qish mukofoti tarqatadi ekan. Egallanishicha, Uyg'ur akademiyasi 2014-yildan buyon Turkiyada bakalavrlik, magistrlik ve doktorluk ilmi unvanı üçün o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga o'qish mukofoti taqib kelmoqda ekan. Uyg'ur akademiyasining raisi Abdulhamid Qaraxon apandining bildirishicha, hozirga qadar Uyg'ur akademiyasi jami 59 nafar Uyg'ur o'quvchiga tavfiq o'qish mukofoti tarqatgan ekan. Bu yil vatanparvar tijoratchilarning iqtisodiy yordam bilan mazkur mukofotning nomzodlari 40 nafarga yetkazilgan. 6 ayning 5 kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining o'rinlashtirishi bilan Myunxendan yo'lga chiqqan Uyg'ur erkinlik karvoni Germaniya poytaxti Berlinga yetib kelgan. Ular shu kuni Berlindagi Brandenburg darvozasiga yig'ilib, Xitoyga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgan. Namoyishga Xatar ostidagi xalqlar tashkilotining vakili bilan Türk Uçaqları tashkilotining vakillari qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysaning bildirishicha, ular Berlindagi namoyishdan sirt yana Germaniya hukumat amaldorlari bilan ko'rishib, Uyg'urlarning hozirgi jiddiy vaziyati ustida ma'lumot berdi ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosining atli xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganinglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik.